21 bab. Ayub javoban mundaq dedi. Sözlerimni astoydil quloq selib anglanglar. Bu sizlarning manga bergan tasallaringlar bo'lsin. Sözlerim tugugicha chidab anglanglar. Uningdan keyin masxira qilsanglarmi ulgurisizlar. Ajaba, men insonlardan og'rinyapmanmi? Toqatsizlanishga sebebim bor. Meni ko'rsanglar hayron qolsizlar. Hang-tang bo'lib, og'zinglarni qo'linglarda etib olasizlar. Ahvolimni o'ylasamlar qo'rqib ketaman. Bütün bedenimni titrak bosdi. Nemi uchun razillar yashaydi. Uzun ömür ko'rib, kuchi zo'riydi. Ularning bolajoqlari cho'ng bo'lib, turmushga chiqadi. Nevrileriningmi o'sib, cho'ng bo'lganligini ko'rdi. Ularning oilasi xotirjam, bexatardir. Ular Xudoning jazosiga uchirmaydi. Ularning buqilari kuchlikdir. İneklari zinhar qisir qolmaydi, ham bolsi tushib ketmaydi. Ularning bollari sirtlarda xuddi qo'y podlaridek xushal holda sakrishib o'ynaydi. Ular dop bilan lirag'i tankash qilishib naqshi etishidi, ney ovozidan shotlanadi. Ular bir ömür baxtlik yaşab, xotirjam holda boqi dunyoga safar qiladi. Ular Xudoga, bizdan neri bo'l, sening yo'lingni o'rgangimiz yo'q. Kimken u hammaga qodir Xudo degan. Uningga nemishqa ibodat qilgudakmiz. Uningga duo qilishning qandoq foydasi bor ekan deyishidi. Ular baxtim o'z qo'limdan kelgan deb o'ylaydi. Lekin men ularning fikriga qat'iy qo'shilmayman. Razillarning chirig'i qachon o'chib boqqan? Ular qachon bala qazoga yo'liqib boqqan? Xudoning ochiqi kelib, ularni qachon jazolab boqqan? Ular qachon shamolda qolgan samondek, bo'ron uchirib ketgan to'pondek bo'lib boqqan? Sizlar Xudo jazosini ularning ballariga berdi deysizlar. Ammo men ularning o'zini jazolab, jazoning ta'mini o'zlariga tetitib boqsin deyman. Ular o'zlarining halokatini o'z ko'zlari bilan ko'rsin. Hammaga qodir Xudoning g'azibining ta'mini o'zlari tetsin. Ularning vaqti to'shib, dunyodan o'tgandan keyin oilasidagilarning g'emini yeyolmaydi. Xudo arishdiki ulug'larni so'roqqa tortalaydigan tusa. Kimmi uningga bilim beralisin? Ba'zilarning toki o'lgicha hayoti kuchi urg'ub turdi. Xotirjam, rohat farog'atda yashaydi. Ularning quvvati to'liq, so'ngaklari bardam bo'ladi. Ba'zilar o'lgicha azob bilan yashaydi. Baxtning ta'mini asla tetib boqmaydi. Her ikkilisi tuproqqa ko'milib, qurt qo'ng'izlarga yem bo'ladi. Sizlarning xiyolinglarni, manga uval qilibatgan hiyli mikringlarni yaxshi bilaman. Sizlar zolim huquqdorlarning uyi qayerda? Razillarning chediri nega ketdi deb so'raysizlar. Ajaba, sizlar yo'lovchilardan so'rab boqmaganmi? Ularning fikrlarini qabul qilib boqmaganmi? Shundaq. Razillar ofat kunidan qutulib qoladi. Xudoning g'azab kunidan kechib qutulolaydi. Kimmi ularning razilliklarini yuz turona
ayıplayalisun. Kim mu ularning qilmishlariga loyiq jazosini beridi. Ular qabrga kirgandan keyinmi ularning qabrlarini boqidiganlar chiqidi. Ular son sanoqsiz o'lim uzatquchilarning dog'dug'isi bilan qabristonlikqa elib berildi. Dog'yamu uning jasadiga aram berdi. Sizlarning quruq gapinglar menga tasalli beralarmi? Sizlarning javobinglar yolg'onchilikdir.